tursin bismim bor, nima ish qilsam ekan, nima biznes qilsam ekan. Xo'p, ish qilganda bankrot bo'lmaymanmi deganlar uchun xo'p, 6 talik loy qo'sh qo'yadigan apparat. Chunki hozir adashib ketaman, shlaka bo'lak apparatlar yasaymiz. Loy qo'yish bilan shug'ullanish uchun mana shu apparatlardan olib foydalansa juda tez pribirga kirib, sifatli qishlarda qo'yib sotsa, xo'p, o'zi ish qilgan ishidan o'zi xursand bo'ladi har bir insonni. Mana shu hozir ishlarni takomillashtirib, o'sha odamlarni mushkulni oson qiladigan qilib, o'ylab topib qilgan apparatlarimiz bizga IDES korxonasi mana shu apparatlarni yasab chiqaryapti. Xo'p, ichkilari nerjavikadan bo'ladi. Ichki qolip qismlari asosan nerjavikadan bo'ladi. Sababi g'isht chiqqanda silliq, keyin yoniga loy yopishib qolmasligi uchun, ish sifatli, unumdor bo'lishi uchun mana shu stanoklarni yasab taxlab beryapmiz. Bu hozir zakazimiz Surxondaryo viloyatiga ketadi. Mana shunaqa apparatlar kelyapsa, pastki raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Xo'p, bu narx hozir balonlari kattalashdi. Oldin balonni balondan qo'yardik, mana bunaqa balonlar. Hozir balonlar kattalashgan, chiroyli balonlardan qo'yib beryapmiz. Xo'p, buni 3 taligidan boshlab 12 taligacha zakazlarga qarab har xil razmerda taxlab beramiz. Video ostidagi raqamga telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Zakazlar bir hafta 10 kunda taxlab beriladi. Xo'p, dastavkalari kelishgan holda bo'ladi. Yana ham takomillashtirib o'ramiz. Ishlarimizda hali yangiliklarimiz bor. Yangiliklar qilamiz. Nasib bo'lsa, mana shu apparatlar xarid qilish uchun Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bemalol mana shunday taxlatib o'qishingiz mumkin kerak bo'lsa.